Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Bugungi video murojaatim davomida hurmatli yurtboshimiz ta'kidlaganidek, ayrim vallomatlilardan biri bo'lgan Ural Mahmudov tomonidan menga nisbatan berilgan nohaq, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan tuhmat tarzda tavsifnomada keltirilgan fikrlarni qisqacha tarzda sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ural Mahmudov, buni o'zing ham ko'rishingni, o'zingni vijdoning bo'lsa, vijdoning oldida o'zingni isloh qilishingni xohlayman. Chunki sen sizlashga arzimaydigan insonsan. Nafaqat inson, balki xodim ham. Bunga yetarli asoslari mavjud. Buni o'zing ham yaxshi bilasan. Kerak bo'lsa, kerakli joyda keltirib ham bera olaman. Unda boshladik. Xizmat tavsifnomasi. Katta serjant Xolliyev Bunyod Shamilovich ichki ishlar idoralari va egallab turgan lavozimdagi xizmat faoliyati davomida o'zini ijobiy tomondan ko'rsatishga harakat qilib kelmoqda. Harakat qilib kelganman, bu to'g'ri. Ichki ishlar idoralari xizmat faoliyatini belgilab beruvchi buyruq va ko'rsatmalarni o'qib o'rganmaganligi va kundalik xizmat faoliyatida to'g'ri foydalana olmaganligi oqibatida xizmat faoliyati davomida xizmat ijrochilik intizomini buzib, muttasil ravishda ta'magirlik qilib, kamchiliklarga yo'l qo'yib kelmoqda. Ural Mahmudov bu ta'magirlikda muttasil ravishda kelmoqda degan gapni qayerdan olding? Qo'lingda sud hukmi bormi yo prokuraturaning qarori bormi? Ozgina miyani ishlatib yozish kerak, ozgina Xudodan qo'rqib. O'zingcha yozib turish, hujjatlarni orasiga qo'shib yuboraman, men oppoq bunyod qop-qora bo'ladi deb o'ylagansan, to'g'rimi? Endi davomi. Olib borilgan ishlarni, vazifalarni bajarishda astoydil harakat qilmasdan kelmoqda. Boshqarmada o'tkaziladigan xizmat jangovar jismoniy va axloqiy psixologik tayyorgarlik, ma'naviyat va ma'rifat o'quv mashg'ulotlariga hamda jamoat ishlarlariga ishtirok etmaydi. Ural Mahmudov ozgina tafakkur qilish kerak, ozgina fikr qilish kerak. Har bitta mana keltirgan fikrni ertaga so'roq savol bo'lganda nima deb javob beraman degan miyada o'y o'tish kerak. Hech kim bilmaydi deb o'ylagansan, to'g'rimi? Qachon qaysi tadbiringga, qaysi mashg'ulotingga, qaysi jamoat ishida ishtirok etmadim? Keltirib bera olmaysan. Aqling ham yetmaydi bunga. Meni bunga isbotim fotofakti bilan bor. Buni o'zing ham yaxshi bilasan, shaxsiy tarkib ham yaxshi biladi. Ozgina bir vijdon bormi? Or nomus, erkaklik g'ururi bormi senda? Ha? Xonangga bordim o'sha paytda. Boshliq nima uchun bunaqa tavsifnoma berdingiz degan nima deding? Bunyodjon, meni to'g'ri tushun. Inspeksiyadan shunaqa topshiriq bo'ldi deb o'zingni yelka qilding, to'g'rimi? Sen qanaqa rahbar o'rinbosarisanki, qo'l ostingdagi xodimni inspeksiya oq deb kelsa oq qilib boradigan, qora deb kelsa qora qilib boradigan mustaqil fikrga ega bo'lmagan rahbar o'rinbosarisan. Mana endi murojaatlar bo'limiga o'tib olibsan. Ozgina Xudodan qo'rq. Haqiqatni ber, men hech qanday e'tirozim yo'q. Haqiqatni ber. Haqiqatni kiritib o't. Endi qanday menga o'xshagan va boshqa fuqarolarni yo bo'lmasa xodimlar murojaat ijobiy hal bo'ladi. Senga o'xshagan murojaatlar bo'limini egallab olgandan keyin. Yelka qisib inspeksiyadan shunaqa topshiriq bo'ldi deysan? O'zing o'sha rahbar o'rinbosarini huquq va majburiyatlarini ozgina bo'lsa ham his qilmagansan. Keyingi video murojaatim Ixtiyor Xudoyqulov bilan bo'lib o'tgan holatlar to'g'risida bo'ladi. Barchaga sog'lik, omonlik. Allohim doim o'z panohida asrasin. Bunday noinsof, vijdonsizlardan